Aziz yurtdoshlar, 25-noyabr 12dagi reysimiz 14 minut kech chiqmoqda. Unga ham bizmas klientda aybi bor. Zakazingiz qachon bo'ldi? Kecha. Dinar opa, mana shu o'zimiz yaxshi bo'lsak klient bo'lib qolamiz degansizmi? Bo'pti, yetib borganda TikTokga yozib qo'yasiz. Po'lat aka, nechta joy zakaz qildingiz Po'lat aka? 6 ta joy. Joyingiz ishonarli bo'ldimi? Yolg'on bormi, yo'qmi? Tavsiya qilsa arziydimi? Siz nechta joy oldingiz? 3 ta. Aytilgandaymi joylaringiz? Kelinga alohida, o'zingizga manday degandek. Ishonarlimi? Yolg'on bormi? Yo'q. Gilamda aytmaysizlarmi? Men shu gilamni xudo xolasa boyib ketsam uyga qo'yaman. Aka, nima deysiz? Yaxshi, rahmat. Ishonarlimi? Qorin qanday? Dumaloq bo'ldimi? Mazzami? Siz nima deysiz? Mana hamma joydan mestomuz tayyor yaptım. Ishonarlimi? Apa, joyingiz qanday? Joyingiz qanday? Ketyapsizmi? Bo'ldi, sol, sizniki. Ha. Bar, uni aytamiz. Nima deysiz aka? Ay, avtobusda sharoitlar yaxshi. Zo'rmi? Top-tozaligi, pokizaligi, muomala qanday? Ovqatlarni, somsa nimalarni yeb chiqdik. Hammasi zo'rmi? Kamchilik bormi? Kamchilik yo'q. Ilohim, aytilgan narsani amalga olib, sog'-salomat etib olamiz. Bu kishi nima yo'lvatib tortaymi? Ilyar. Elar aka, uyalmang, o'sha pozni, yarmi ko'rinib bo'ldi yuzingiz. Ko'ringanda nima qiladi? Shuni aytaman, bekinib yotyapti. Ishonarlimi aka? Tavsiya qilsa arziydimi? Bo'ldi. Qiyom aka, nima teskari qarab yotisiz? Qo'lda oling, yuz ko'rinsin. Yo'q. Nimaga otib ketyapsizmi? Otib ketayotganlar aytib qo'yinglar, uni ko'rsatmaymiz, otib ketyapmiz debchi. Ota qanday? Ishonarlimi? Ha, yaxshi. Musobek aka, o'zimga o'xshagan, baquvvat, zo'r gapiring. Rahmat opsi, yalg'on yo'q bu yerda. Necha yil bo'lib qoldi o'sha sizga? Ha, 3 yil bo'ldi. Ishonarli? Salomlar. TikTokka aloqasi yo'q, dinara deb qo'yib kelaverasiz-da siz. Siz nima deysiz? So'ranmasi, ajoyib. Qorin to'ydimi? Alisher aka, balkon. Zo'r, gap yo'q. Ishonarlimi? Yolg'on bormi?